Assalomu alaykum tomoshabinlar, obunachilar. Bugun 26 oktyabr 2025-yil. Azizlar, men Chust shahar markazidaman. Chust bozori bo'ladi bugun. Narxlar bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Azizlar, sizlardan like va obuna bo'lish unutmasanglar bo'ldi, obuna bo'lishi va like bosishni. Narxlar bilan birma-bir tanishib o'tishga boshlaymiz azizlar. Gerekiyor mu? Şimdi de daha kurulmuş ve burası. Haydi kurulacağız. Lan bilaşını açtım garo. Güzel. Buğday neçpe tağım? Buğday, röpaledeki. Yarımlığı var, 3000. 3.000 mi? 3000. Bu ya? 300 kilo gelir. 3.000 mi bana? 3000. Makka joxorichi. Yukarı. Mana bu röpaledeki neç pul makka joxori? Bakanike. 10.000 yok. Makka joxori neç pul? 4.000 mi? Yarımlığı. 4.5 ya. Buğdaydan ortayma. Yo, bir narxini bilay dedi. Nima qarash sotasizmi? Yo, bir bilay keyin Mayli. oqloviyam aka. Neç pul bu? 12.000 kilosu. Arzon bo'libdimi yo, o'zi arzonmi? Arzon bo'libdi, 20 mingga da. Sezonda hozir o. Sog' bo'ling. Yong'oq nechi pul bo'lyapti, opa? Yong'oqlar 15 minggacha turgan. 15 minggacha zo'ri. Oq mag'iz 15 mingmi? Oq mag'izda 18. 18. Yaxshi. Opa, to'g'rilay. Yong'oq nechi pul ekan, opa? Yong'oq nechi pul holi? 25 kami bor. 25 mingmi? 20 kami bor. Kelishtirib bera olaman. Oq mag'izmi bu? Oq mag'iz. Kelishtirib bera olaman. Ha.
Olma nechi pul ekan? Olma, qizil olma. Qizilmi? Ha. Bunisi 5000, bunisi 15 ga 2 kilo tog'a. 15 ga 2. Yeb ko'ravering dehqonchilik. Ha. Mayz nechi pul? Ay sizga 55. 55 mi? 45 ligi bor. O'ri qo'rqingiz nechi pul? 35 ming. 35 mi? Qantaga ekan u bu? Qantadan beraymi? Ha? Olmadan bekorga beray. Yo'q, rahmat. Sog' bo'ling. Olma nechi pul? Olma aka 6000 sotyapti. 6000. Kilo 15 ta 6000 yo'lyapti. 6000. Ha. Dehqonchilik olmaydi aka. 8dan ham beraman, boradi. Ola olma nechi pul? Olma. 10 ming, kami 10 bor. ming ekan. Kami bor. Behi nechi pul ekan? Behi mana 5 mingdan. 5 mingdan? Ha. Mana da 10 mingga 3 kiloligi ham bor. Beraymi? Yo, zo'r ekan. 10 mingga 3 kilo. Ha. Rahmat. Behi nechi pul? 5 ming. Yo, bir narxini bilaman.